Aziz yurtdoshlar va mamlakatimiz mehmonlari, vatanimiz mustaqilligining shonli 35 yilligi munosabati bilan yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida o'tkazilayotgan Mustaqillik to'yi festivali doirasida sizlarni joriy yilning 21-iyul kuni soat 19:00 da Buxoro shahridagi Ark maydonida bo'lib o'tadigan Milliy Navolar nomli katta konsert dasturiga taklif etamiz. Ochiq osmon ostidagi ushbu musiqiy oqshomda elimiz ardog'idagi san'atkorlar ijrosida milliy va mumtoz kuy-qo'shiqlar, asrlar qa'ridan sayqal topib kelayotgan betakror ohanglar hamda zamonaviy talqindagi nafis ijrolar yangraydi. Barchangizni ushbu unutilmas madaniy tadbirda kutib qolamiz. Loyiha tashkilotchilari Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Madaniyat vazirligi, Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi, Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati, Buxoro viloyati hokimligi. Murojaat uchun telefon 99 703 40 14. Batafsil ma'lumotni mustaqillik35.uz veb-sayti orqali olishingiz mumkin.